Assalomu alaykum mijozlar guruhimiz a'zolari. Matablo'glarimiz uchun urug' aka degan hamda dori soladigan serka so'ragan mijozlarimizga yangi turdagi dona aka degan selka apparatlarimizni yetib keldi. 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha matablo'glarimiz uchun birga bir tushib beradi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, narxlari bilan to'liq ma'lumotlar bilan yoritib beramiz. Shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, xo'p 25-iyun sanasigacha kela xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlardan 100 ming so'mdan chegirmalarni qilib beramiz. Xo'p, ko'rib turgan selka apparatlaring 7 ot kuchli matablogimiz orqa tomoniga hamda 17 ot kuchli matablogimiz orqa tomoniga birga bir tushib beradi. Xo'p, ikki xil tomoni bor, ko'rishlar mumkin. Ikki xil tomondan tashab ketadi, mana ko'rishlar mumkin. Bu legirovka qilsa ham bo'laveradi. Tashqariga, ichkariga bo'lib, don razmerlari legirovka bo'ladi. Bu tomonida o'zini don razmerlarining ham o'zining legirovkalari bor. Bu selka apparatimiz dorini ham hamda urug' o'g'itlar bo'ladigan bo'lsa, o'g'itni ham tashab ketish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Xitoy mahsuloti, zavodskiy O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan zavodskiy Xitoy mahsuloti bo'ladi bu selka apparatimiz. Sifatlari zo'r, orqa tomonidan ham ko'rishlar mumkin. Balon qismlari bor, zanjir orqali harakatlanadi. Orqa baloni ham hamda mana aylanish bitta-bitta tashab tartibi ham shu zanjir orqali harakatlanadi. Mana o'rta tomonda o'z zanjirlari bor. Bemalol zanjirlarni bo'shatib mana olib qo'ysalar ham bo'laveradi, tursa ham bo'laveradi. Shu har bitta aylanganda bittadan urug'ni hamda dorini solib ketish uchun mo'ljallangan. Narx-navosi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $150 dan dastavka xizmatlari kelishgan holatda bor. Bemalol shunaqangi selka hamda urug' aka degan apparat turgan tanishlarga jo'natib bersangiz, topishdan chegaradan bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasida aloqaga chiqib, bo'g'onlarasizlar chiroyli narxlarda dastavkalarini yetkazib beramiz. Pastki raqamlarga aloqaga chiqishlar mumkin.